Kağız. Нәрсе Димдимыч? Güllerge su seversin mi? Yo'q, Nolik. İnşa yazam. Nişi gündü? Bizga inşa yazarga qo'shdilar. Men tabiatni nishib saqlayim degan temaga. Lekin durusini yazarga kerak. Mana durusini yozamda. O'simliklarga suv sebam. O! Кусачка. Кусачка. Кelelim anda. To'xta. Elekting. Nega u senga? Men uning quloq ortidan qo'shim da, hayvonlar turida qog'artam deb yozib qo'yam. Men de tabiatni saqlarga tilayim. Alaysa tag'in bir narsa o'ylab top. Tag'in osroq silab havoni saqlarga bo'lar. Nolik, mana senda bosh. Bo'ldi. Havoni saqlay boshlaymiz. 3, 4. Kişiler tabiatga kundan-kun nig'roq o'tib kiralar. Onun baylıklarını yo'qqa chiqaralar. Yer ostidan turli qazilmalar, neft olalar, o'rmonlarni kesalar, havoni, suvni pishiratalar. Bularning barisi da o'zlarini oziq va butun ayberlar bilan ta'min etib ishlanadi. Qizg'anish, u yasalgan, ishkartgan ayberlarning qay birlari kishilarga allani kerakda tugul. Qay vaqt ayberni sotib olalarda yana kelish deyarlik chiqarib tashlaylar. Sotib olingan ko'pmi ortiq rizq buzilar. Şulay etib, tabiatni saqlaysangiz kelsa, kerakmagan narsalar olmag'iz, olganlarin saqlab tutug'iz. Biz cheksilar, sizning ayberlaringiz uzoqqa chidasin uchun barsinda ishlarmiz. Yazsam da yarı. Eye, yaz. Havoni saqladim. 40 sekund sulamadim. Nerse şovlayanda? Ha! Güllerge su olganda kranni yabarga unutkanman eken. Dimdimыч, bit sen neligine suvni saqlab qolding. Yerda suv hisobsiz tugul. Şınlap da, bu aybat ish, yozab qo'yamiz. Selam. Nishlaysiz? Biz Dimdimыч bilan tabiatni saqlash turida insha yozamiz. Eye, men endi yozdim. Gullarga suv sebam, hayvonlarni qayg'irtam, sovuq havoni saqlayim deb, tag'in kishirni saqlayim deb de yozdim hali. Chunki men uni bir qachon da oshamayman. Kishir turida yozuv, menda butunlay to'g'ri kelmaydi. Shulaymi? Sen qog'ozni yirtib tashlading. O'zing aytding bet, kishir turida yozma deb, yangadan ko'chirasi bo'la endi. Saqlamaysan sen tabiatni. Narsa? Men kuni bo'yi shuning bilangina shug'ullanam-da. Yo'q. Sen qog'ozni aram etasan, demak, ağaçlarni saqlamaysan. Ağaçlarning ne qatnashi bor? Chunki qog'oz ağaçdan yasala. Başta ağaçlarni avdaralar. Onları kesaklarga bo'lib, yumishqalarga vaqlaylar. Shu yumishqalarga suv bilan turli ximikatlar solib, aybatlab bulg'atalar. Natijada suyuq, yabishuvchan massa kelib chiqa. Onu başta kiptirələr. Onları əylənə turğan barabanlar yardımında yuqa etib jəyələr. Şulay etib qağaz barlıqqa kelər. Şul qağazni jetiştirir üçün bir to'xtavsiz ne kadar ağaç kesərgə to'g'ri kelə. Biləsiniz kelsə, agar da har kishi birgina qog'oz bitin saqlab qolsa da, million ağaç esan qolashaq. Oho! Şulay, nindi natija yasaysan endi menim silovdan? Shunday natija. Men hozir inshoni butunlay yozmasqa bo'ldim. Nega? Qog'ozni aram etmau.
агачларны саклап калу өчен. Менә шулай. Афәрин, Дим Димыч, хөрмәт итәм. Ай. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксиләр,